Shavkat Mirziyoyev 2026-yilda yana Amerikaga boradi. 23-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari suhbat avvalida AQSh prezidentini yaqinlashib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan tabriklab, do'st Amerika xalqiga tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tiladi. Donald Tramp ham o'z navbatida O'zbekiston yetakchisi va xalqiga o'zining hamda AQSh xalqining samimiy salomi va tabriklarini yo'llab, Yangi yilda baxt, saodat, muvaffaqiyatlar va yangi zafarlar tiladi. Davlatimiz rahbari prezident Donald Trampning joriy yilda ichki va tashqi siyosatda erishgan muvaffaqiyatlariga yuksak baho berib, uning o'tkir xalqaro inqirozlar va mojarolarni hal etish borasidagi samarali sa'y-harakatlarini alohida ta'kidladi. Ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklikni rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab bergani va uni aniq mazmun bilan boyitgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Shu ma'noda ko'p tomonlama hamkorlik, shu jumladan Markaziy Osiyo +1 formatining ahamiyati ta'kidlandi. Suhbat yakunida tomonlar oliy darajadagi faol muloqotlarni davom ettirish niyatini tasdiqladilar hamda amaliy hamkorlik bo'yicha qo'shma tashabbus va dasturlarni ilgari surishga kelishib oldilar. O'zbekiston prezidenti AQSh yetakchisini yana o'zi uchun qulay muddatda mamlakatimizga tashrif bilan kelishga taklif etdi. Keyin esa bu suhbat haqida Donald Tramp o'zining X, ya'ni Twitter'dagi sahifasida post qoldirdi. AQSh 2026-yilgi G20 sammitiga prezident Shavkat Mirziyoyevni mehmon sifatida taklif qilmoqchiligini ham bildirdi. Sammit Mayamida bo'lib o'tadi.